Assalomu alaykum, hormayli. Xo'p, men hayron qoldim. Bu dunyoni ikkiga bo'lib olibsizlar-yu. Real Barsaga o'xshab. Men faqat Shohjahon Jo'rayev haqida, uni ijrosi haqida, bizga qilgan odamgarchiligi haqida, muomalasi haqida gapirdim xolos. Men boshqa bir san'atkorni yomonlagan yo unga bir sifat bergan joyim yo'q. Men boshqa o'sha san'atkorlar bilan muomala qilmaganman. Salom alik qilmaganman. Ularning qandayligini men bilmayman. Shuning uchun ham men ularning sifatini belgilab bera olmayman. Ularning sifati haqida gapirishga haqqim ham yo'q va menda fakt yo'q. Shunaqa yaxshi inson deyish uchun ham, yomon inson deyish uchun ham. Lekin yomon bo'lgan taqdirda ham biz yomonlashimiz to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ortiqcha gap so'z nima kerak? Shu yaxshimi, shu inson yaxshimi, yaxshi ijodkormi? Tan olish kerak, yaxshi san'atkor. Yaxshi muomala qilyapti, yaxshi xizmat qilyapti. Yo sizning nuqsoningiz yo'qmi?